Motors Buxoro kanali obunachilari, biza bugun sizlar uchun Ravon idealni holatda topib qo'ydik. Yil 2020-yil, yurgani 40 mingtadan ziyod. Benzinda xo'sh, metan o'rnatilmagan, avtomat korobka holati. Idealni holatda, aybi yo'q. Salonlarni ko'rsataman, qaranglar, salonlari ham idealni holatda, toza. Qirilgan, xasta bo'lgan joylari yo'q, avtomat korobka. Narxini $9500 deyaptilar. 4 ta baloni yangi, zapaska balonlari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari yangi, sakalar qo'yilgan. Mashinaning holati, turishi ham idealni holatda. Xo'p. Ikkinchi avtomashinamiz ham bor. Yili 2017-yil, yurgani 160 mingta. Mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Metan gazlari bor bu avtomashinaning, mexanika lekin. Mexanika. Metan gazlari bor. Aka nech pul deyapsiz buni? Ha. Aka nech pul deyapsiz buni? Hali aka, nech pul deyapsiz? Buni. Buni $7500 so'rayotgan ekanlar. Ana bemalol pastga nomerlarini qo'yamiz, telefonlashaverasizlar va 3-Ravon avtomashinamiz bor.